bilan tabriklaymiz. Taassurotlar, endi gapiring. Abbos, gapir eshitaylik. Hammani tabriklayman jahon chempionati chiqqanimiz bilan. Bu Qanday o'yin, qanday o'tdi? O'yin haqida ham keling. o'zinglar ko'rdinglar, zo'r. Gol yutqizmadik. Qasos. Revansh olindi. Siz Manchester City safida katta bosimli, katta uchrashuvlarda ishtirok etdingiz. Bugungi o'yin bilan solishtirganda Chempionlar Ligasi mana bu o'yin. Baribir O'zbekistonda o'yinni sal qiyinroq o'tadi, chunki hamma nimani bizada bo'ladi, ko'p odam ko'rsatadi. O'ylaymanki, yaxshi o'tdi bugungi o'yin. Terma jamoa bosh murabbiy qanday ko'rsatmalar bergandi, aynan himoyachilarga? Akalar zo'r beryapsiz, onaman. Javob. Bunaqa narsa aytilmaydi aka. Bu savolga javob berish qiyin bo'ladi. Xo'p, keyingi savol. Bu yoqqa ham o'ting. Nishonlash qanday bo'ladi? 10-da. Qiynayapti. 10-da nishonlash qanday bo'ladi? Ko'ramiz. Barcha Oldinda aytib qo'yish kerak emas. hozir butun O'zbekiston ko'ryapti sizni. O'zbekistonlik muxlislarga, sizning muxlislaringizga fikrlaringiz. Salom nima? Salom. Tabriklaymiz hammani. Ha, Bo'ldi. bo'ldi. Ha? Hozir yig'lab yuboradi aka. Tabriklaymiz, zo'r o'yin. Rahmat, rahmat. Abbos, Men keturaymi? turing. Do'stingizni yonida turing. Do'st bo'lsang, Abbos. Sher bor deydi. Xo'p, Abbos, tabriklayman. Juda og'ir o'yin, juda og'ir yo'l bosib o'tildi va yangi tarix yaratilyapti shu haqida. Alhamdulillah. Bu g'alabaga erishishni butun xalqimiz juda ko'pdan beri kutdi. O'zbekiston futboli, O'zbekiston xalqi jahon chempionatiga chiqishga haqli deb o'ylayman, chunki bu ajoyib jamoa bilan chiqmasa, uyat bo'lardi. Xudoga shukr, bu uddaladik. Alloh bersin. Ko'tarib olib ketib qoldik.